Bugun Pokiston degan davlat bor bo'lsa, u Timurning xizmatidir. Hindistonga yo'l oldi. Shu vaziyatga qarang. 30 kunda bu rekord. 30 kun, ya'ni bir oyda 20 ta jang o'tkazdi. Bir oyda 20 ta jang, bir oyda 20 ta jangni qanday olib bordi? Hammasini yengdi. Har bir shaharni jang bilan oldi. Dam olish yo'q, to'xtash yo'q, uxlash yo'q, achinish yo'q. Bu dunyo rekordidir. 30 kunda 20 ta jang va hammasida g'alaba qozondi. Hindistonni qo'lga kiritdi. Hindistondagi ko'p insonlarni musulmon qildi. Qiyin bo'lsa ham, bugun Pokiston degan davlat bor. Bir gap aytayim senga. Eslasang ozodlik jangida, Turkiya ozodlik jangida, Turkiya Buyuk Millat Majlisi Hindistondagi musulmonlardan moddiy yordam jo'natganini bilasan. Ayollar bilak uzuklarini, zirkalarini, oltinlarini sotib, pullarini jo'natishgan edi-ku. Bu insonlarning bobolarini Timur musulmon qilgan edi. Bugun Hindiston musulmonlari desak, Pokiston desak, Timur soyasida musulmon bo'ldi. Tarixi shunday. Timur Xitoyni oldi. Xo'p, Yildirim buyuk edi. Timur kim? U ham buyuk. Rossiyani hokimiyatiga qo'shdi. Oltin O'rdani yiqitib, Rossiyani qo'lga kiritdi. 1396-yil Yildirim Boyazid Istanbulni zabt etmoqchi edi. Bir xabar keldi. 13 davlatdan yig'ilgan xristian qo'shinlari kelmoqda edi. Yildirim Boyazid 13 davlat qo'shinlari bilan Bolgariyada jang qildi. Hammasini yengdi. Bu vaqtda Timur maktub jo'natdi. Ey Sulton Boyazid, sen bilan jangimiz aniq. Bir kun albatta qarshilashamiz. Va albatta kuchlarimizni sinaymiz. Sen zo'rmi, men zo'rmi? Butun olam ko'radi. Ammo u kun bugun emas.